Qalblarga iliqlik baxsh etuvchi, xonadoningizga quvonch ulashguvchi yagona kanal Yaqinimga tabrik kanali. Kamina boshlovchi Niloya siz bilan yaxshi kunlaringizda xizmatingizda. Alo, assalomu alaykum. Otabekjon aka bormilar? Alo. Sog'-omonmisiz otajonim? Bugun sizni muborak 69 yoshingiz bilan qutlab, Yaqinimga tabrik kanalidan qo'ng'iroq qilyapmiz. Muborak ayyomingiz qutlug' bo'lsin ilohim. Azizsiz albatta. Siz uchun chiroyli tilaklar qoldirgan aziz insonlaringiz bor va sizni bugun ayyomingiz bilan kanalimiz nomidan ham chin dildan muborakbod etamiz, xo'p? Azizsiz, ajoyib qalb izhorlari, chiroyli she'rlarni qabul qilib olasiz aynan mehribon aziz insonlaringiz tomonidan. Azizsiz albatta. Aytmasam-da iymanib bir bor. Mehrim qalbda saqlab yuraman. Endi aytay, eshiting ming bor, dada sizni yaxshi ko'raman. G'amlar ichra sabri sinmagan, huzur halovat nima bilmagan, bizni faqat bizni o'ylagan. Dada sizni yaxshi ko'raman. Sizga aytar gaplarim bisyor va she'rimda ayladim izhor. Qayta aytayin takror, dada sizni yaxshi ko'raman. Suyanchim-u taxtim o'zingiz, ishonchim-u ahdim o'zingiz, quvonchim-u baxtim o'zingiz, dada sizni yaxshi ko'raman. Assalomu alaykum, men uchun aziz va qadrli bo'lgan mening qiblagohim, suyangan tog'im otajon. Shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Bugun siz haqingizda nima desam, qanday so'z aytsam ham yetarli bo'lmasligini bilaman. Siz mening hayotimdagi eng mustahkam tayanchimsiz. Har bir qadamda menga yo'l ko'rsatgan, orqamda turgan kuchsiz. Sizning mehnatingiz, sabringiz va mehringiz menga hamisha ilhom beradi. Bolaligimda yelkalaringizda dunyoni ko'rganman. Qo'llaringizda o'zimni xavfsiz his qilganman. Siz menga faqat yashashni emas, hayotga tik boqishni, hech qachon taslim bo'lmaslikni o'rgatdingiz. Hayotning har bir darsini sabr bilan tushuntirdingiz va xatolarimni tushunishimga yo'l ochdingiz. Aziz otajon, men sizdan cheksiz minnatdorman. Hamisha baxtimga sog'-omon bo'ling. Baxtli bo'ling va doim yonimizda bo'ling. Siz mening qahramonim, faxrim va g'ururim hamda doimiy ilhomimsiz. Sizni juda ham yaxshi ko'raman deya ajoyib tilaklarini yakunlaganlar. Azizsiz albatta. Ushbu ajoyib tabriklarni sizga mehribon qizingiz Shohidaxon opa yo'llamoqdalar. Azizsiz va chiroyli tabrikka qo'shiladilar kuyovingiz Sherzod aka, nabiralaringiz Nilufarxon va Qurbonoy, Zulfiyaxon va Alibeklar hamda Sofiyaxonlar, qizlaringiz Chamangul opa, Xosiyat opa hamda Hurriyatxon opalar. Keliningiz Nodira begim, o'g'lingiz Qodirbeklar aynan sizni Shohidaxon qizingizni tabriklariga qo'shilib qutlamoqdalar. Azizsiz. Ajoyib tilaklar sizga yo'qdimi otajon? Yashang. Ilohim mana shunday chiroyli tabriklarni hamisha yaqinlaringiz davrasida nafaqat 69 yosh emas, 80, 90, 100 yoshlarda ham tinglab birgalikda ularning rohat farog'atini ko'rib yurishlik baxti sizga nasib aylasin. Otajon, keling endi siz ham aziz farzandlaringizga biz orqali iliq tilaklaringizni qoldirsangiz. Alo otajon, sizni eshityapmiz. Aziz farzandlaringizga atagan tilaklaringiz bormi? Ilohim. Hamisha aziz farzandlaringiz boshlarida panoh bo'lib, ularga suyanch va tog'dek tayanch bo'lib, hamisha yonlarida yuring. Aziz farzand va nabiralaringizni baxt va kamolini ko'ring. Sizni yana bir bor bugungi ayyom bilan qutlaymiz otajon. Umringiz ziyoda bo'lsin ilohim.
Omon bo'lasiz otajon. Ayyomlar muborak bo'lsin. Yaqinimga tabrik kanalining ilk qahramoni Otabek otamiz bo'ladilar. Aziz insonlarga mehribon tabrigini yo'llayotgan qizlari Shohidaxon opaga alohida tashakkurlar izhor etamiz va ushbu tabrikni biz orqali chiroyli tasvir yetkazishga harakat qilgan barcha farzandlarga ham. Sizlar bilan kamina boshlovchi Niloya bo'ldi. Biz barchangizga quvonch ulashishda hamisha baxtiyormiz, chunki bunday ajoyib sharafli kasb hammaga ham nasib etavermaydi. Ilohim Otabek otamizni umrlari ziyoda bo'lsin. Aziz farzandlariga bosh-qosh bo'lib ularning rohat farog'atlarini ko'rib yursinlar. Ushbu kanalning barcha jamoa a'zolari va boshlovchi Niloya biz barchangizni birdek hurmat qilamiz va hamisha xizmatingizdamiz. Sog' bo'lasiz, omon bo'lasiz. Kuningiz ajoyib va maroqli o'tsin.